Xazina Portal Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Eshak bek charchagan holda yotatdi. Bu vaqtda it eshakning yeniga keldi. Eshak itqa nihoyat so'lg'in holda: "Men bek charchab herib ketdim. Bir kun bo'lsa-mu orom elib olg'im bor", debdi. It xo'shlashib qaytish yo'lida toshqonni uchratib qoldi va toshqonga: "Men abay eshakni ko'rgil borgandim. Eshak bek herib ketibdi. Bir kun bo'lsa-mu orom elib olg'usi bor ekan. Demisimi eshakning egisi uningga bo'lib qo'ygan ish bekmi jiq ham eg'irkan", debdi. Toshqon qo'yga: "Eshak egisidan menga yukni jiq ortibdi. Men bir kun orom elib olsam bo'ladi deb og'rinibdi. Shundaqla ati ish qilmaydigan bo'pti", debdi. Qo'y to'g'iga: "Eshak egisiga ishlashni xohlamaydiganligini debdi. Egisini meni bek charchitibdi deb og'rinibdi. Boshqa xo'jayin bo'lgan bo'lsa, eshakka yaxshiroq muomala qilamdi yo'q, buni bilgili bo'lmaydi", debdi. To'g'i cho'chqaga: "Eshak egisiga ishlamaydigan bo'pti. Bu boshqa xo'jayinga ishlab sinab boqqisi bor ekan. Demisimi eshak ham eg'ir, ham mehnat ishni qiladi. Biroq xo'jayinning eshakka ozroqmi ish og'irmaydi ekan, yana to'g'i qamchi bilan urdi ekan." Bu gapni cho'chqa xo'jayinga mundaq deb yetkazibdi: "Xo'jayin, eshakning sizga ishligisi yo'q ekan. Eshak sizni menga yukni bek jiq ortibdi, ham eg'ir, ham mehnat, bek charchab ketdim deb og'rinibdi. Yana to'g'i o'zining sizga ishlamay ketib boshqa xo'jayinga ishlaydiganligini aytibdi. Eshak sizga sotqinlik qilmoqchi ekan, xo'jayin almashtirib boqqisi bor ekan", debdi. Bu hayvonlarning xo'jayini bekmi ochiqlabdi va "Sotqinlarni kechirishga bo'lmaydi", debdi va eshakni o'ldirib yetibdi. Do'stim, bu hikoyadan nimani tushundingiz? Inkasingizni qoldirib qo'yishni unutmang.